Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga navbatdagi oshxona mebelimizni Andijon yangi mebel markazidan birinchi qo'l joydan reklamani qilishni boshladik do'stlar. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin obuna bo'lib, like bosishni unutmaymiz do'stlar. Xo'p, bu ishlarimiz razmeriga keladigan bo'lsak, uzunasiga 2 metr, balandligi ham 2 metr, shu turishi esa 2 million 200 ming so'm. Bunimiz razmeriga keladigan bo'lsak, 240 ga balandligi 220, shu turishi 3 million 500 ming so'm. Buni narximiz ichida bonusiga to'la burchak mo'kasi va bu yerda esa shushulkasini bonusiga qo'shib beramiz do'stlar. Yo'q, menga sal arzonroq bo'lsin, 240 bo'lsin ekan razmeri deganlarga, bunimiz razmeriga keladigan bo'lsa 240 ga balandligi 2 metr, mo'ka grantlari ichida komplet, shu turishi 2,5 million so'm. Bundan tashqari menga gazi, vitichka, mo'ka hamma yo'g'i komplet bo'lsin deganlarga esa bunimiz razmeri keladigan bo'lsa 270 ga, balandligi 220, tepada svetlari 3 xil yonadi, mo'ka grant, shushulkalari ichida komplet, orqalari kafellari billa bo'ladi. Gaz vitichkalari ichida shu turishi 6 million so'm. Gaz vitichkasi menga kerak emas deydigan bo'lsangiz, gaz vitichkasini chiqarib olsa 2 million so'm pulidan ayrilib 4 million so'mga o'zi qoladi do'stlar. Xo'p, bundan tashqari menga rangi yo qora yo seriya boshqa deydigan bo'lsangiz, ranglarini esa farqi yo'q. Rangi o'zgarsa pulida o'zgarish bo'lmaydi. Xohlagan ranglaringiz bor. Videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, ranglarini ham sizlarga to'liq qilib tushuntirib beramiz do'stlar. Bunimiz ham razmeri 270, balandligi 240 bo'ladi do'stlar. Mo'kagan shushulkalari ichida komplet, gaz vitichkalarimiz 6,5 million so'm. Gaz vitichkasini olib qoladigan bo'lsak 4,5 million so'm ishda o'zi chiqadi do'stlar. Bunimiz ham hozir ko'rsatganda 270 ga 220, bunimiz narxi 4 million so'm. Mo'ka grantlarimiz. Meni joyim 3,5 metr, bitta xolodilnik ham qo'ymoqchiman uka deganlarga. Bunimiz razmeriga keladigan bo'lsak 3 metr, mo'ka grant shushulkalari komplet. Uchinchi etas sondolari ham esa chuqur, keng, uzoqroqda foydalanadigan idish tovoqlaringizni bemalol olib kirib joylab qo'ya olasiz do'stlar. Ustilari rossiyskiy, bega esa gaz, dimoxod, duxovka hammasi tushaveradi do'stlar. Bunimizni narxiga kelsak 5 million so'm. Gaz vitichkalari pulini qo'shilib oladi adini. Mana shu turishi 5 million so'm do'stlar. Xo'p, undan tashqari menga 270 ta shkafli propan balon qo'yaman uka deganlarga bunaqa shkafli final qismi do'stlar. Bega esa propan balon, tepasiga esa xohlagan buyumingizni sola olasiz. Ustilari zavod, orqalari kafel, tepasi svetlari 3 xil yonadi. Razmeri 270 ga 220 balandligi. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak 4,5 million so'm. Undan tashqari nariga ko'rsatgan sarig'imizni 330 lik varianti 4 metr joyga bitta xolodilnik tushadi. Bu yerda esa final qismi joylashgan. Undan tashqari esa bu yerga duxovka qo'yganmiz. Tepasi svetlari bunimiz ham har doimgidek 3 xil yonadi. Mo'ka grantlari ichida komplet, shu turishi 5,5 million so'm do'stlar. Qarang, bunimizni narxiga kelsak kichikroq, vremnika yo balkonga yo bo'lmasa prosta tak foydalanib turmoqchiman hozircha deganlarga bunimizni narxi 1 million 200 ming so'm, 120 ga balandligi 2 metr. Bunimiz ham 274 million so'm. Bunimiz esa 340 sariq ko'rsatganimiz mokriy rangi. Rangini yana boshqa qaytarib o'tamiz do'stlar. Xohlagan rangingizda bor, xudo xohlasa inshaalloh. Hamisha ishimiz naval ko'p. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Bunimiz razmeri 3 metrlikdi. Final shkafli qismi do'stlar. Bunimizga mikrovalnovka, duxovka va bega dimoxod va bega esa mo'ka grantlarini joyini tashab ketganmiz do'stlar. Mo'ka grant shushulkalar ichida bunimizni narxiga keladigan bo'lsak 3 metrligi 4 million 500 ming so'm. Do'stlar, aytilayotgan narxlarning ichida Andijon viloyati bo'ylab dastlabki ustanovkalar besplatniy, boshqa viloyatlarga esa arzonroq shopir gaplashib beramiz yoki kelishilgan holatda. Undan tashqari do'stlar, men joyimga o'lchatib yasattirmoqchiman degan obunachilarimga do'stlar, undan tashqari esa bunaqa joylari katta bir zo'r qilib yasattiraman uka degan odamlarga uyingizga borib, joyingizni o'lchab, xohlagan rangingizda, xohlagan dizayningizda joyingizga o'lchab yasab ham bera olamiz. Bu yerga esa dekorativning aynaklarini qilganmiz. Ichariga idish tovoqlar, tersaklar bo'laveradi do'stlar. Bu yerlarga esa final qismi gaz esa bega esa qoshiq paddon, davchilar esa e'tibor berasiz o'zi yopadigonidan. Bega esa avtomat kir mashinaga joy qilganmiz do'stlar. Avtomat kir mashina ham sekretniy ko'rinib turmaydi. Mehmonxonaga kelganda ham hijolat bo'lmaydigandan do'stlar. Bega esa musor paqirini joylaganmiz. Bega esa mo'kasi ham qimmat yaxshidan. Bu yerda esa shushulka do'stlar. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoladi. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Obuna bo'lib, like bosishni unutmaymiz do'stlar. Shunaqa mebel istab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Bunimizda esa narxiga keladigan bo'lsak, shu turishi esa 15 million so'm. Bunimizning narxini esa 3 million so'mdan Andijon Liboy viloyatidan qilib bera olamiz Andijonda. Vodiyga ham qilib beramiz do'stlar, dastlabkasini. Vodiy bo'ylab, ponni uyingizga borib, joyingizga o'lchab, yasab, o'rnatib ham bera olamiz do'stlar.
Undan tashqari menga bo'yi pastroq yo bo'lmasam summasi o'zgarish deydiganlarga esa joylarga qarab 1 pagona metri 2 million so'mdan 4 million so'mgacha bor do'stlar. 1 metri 2 million so'mdan 4 milliongacha. Siz uyingizga borganda o'zingiz bilan maslahatlashib, kelishib, cho'ntagi hamyonga qarab narxini balandlatib, pastlatib yasab bera olamiz do'stlar.